Bugün ben köpçülük bilen Kerem Abbas doğrusunu anlaşmakçı. Şundaqla Kerem Abbas'ın üzü bilen davamlıq Kerem Abbas hakkındaki kısmen təfsilatlar doğrusu da almın bulmakçı mən. Aldı bilen ben Kerem Abbas doğrusu da azraq toxtulup össem. Naqşçı, icadiyetçi Kerem Abbas mening nazarimda san'at sohasidagi bir suyumliklik çek. Demekçi men ki açığı bilen tatlığını aniq ayrıgılı buladigan baland yigit. Onun köpçülük biladigan Men dep o'yla nomli asrdan boshqa Endi Senba, Koni Naqsha, Pasilla, Qizimga, Yangi bir kun qatorliq vakillik asarlari bor. Kerem Abbasning köpçülük sungan asarlari bek ko'p emas. Lekin u izchil san'atga, asarga astoydil muomala qilib kelayotgan talabchan yoshlarning biri bo'lish sifati bilan kasbiy sohadagi ustozlar, dematliklar, shundaqla o'zidan kichiklarning muayyanlashtirishiga erishgan. O dastlabki mezgildagi ijodiyatlarini Ballar naqshi musiqa ijodiyatidan boshlagan. O o'z vaqtida 6 son ballar kechiligi, 5 son maktab hayoti nomidagi kechilikni ro'yobga chiqargan. Uningdan boshqa Müşke yıq bilan Toshqanchaq programmasidagi naqshlarning ijodiyatini o'z ustiga elib muvaffaqiyatli tamomlagan Kerem Abbas hozir 9-10 navbatlik yoshlar birlashmasining a'zosi. Shundaqla katibat boshlig'i. Xo'p ko'pchilik. Endi navbatda biz Kerem Abbas bilan bevosita holda halmon buluşup bakaylık. Qandırak adışım yaxşı tudingmi? Yaxşı tudingmi, salomatmi? Yaxşı adaş, yaxşı. Uzun bo'ldi ko'rishamidik. Uzun bo'ldi. O, aqın qara. Men adaş mandaq bugun men shu san'at sohasidagi shu yigitlarni, qizlarni bir-birlab ziyorat qilgach, mening senden soraydigan suallarım var. Başkalarının soraydigan suallarını ihtimal men senden sorayotgan bo'lishim mumkin. Cıbo'ma? Yo'q, cibo emas. Biz endi bizning bevosita paranglashayotganligimizni shu do'yindikilar taratquni ko'rdigan odamlar ko'rsin deb men ekranda chiqarib qo'ygan qadash buni men. Adam qo'rqityapsan. Ya. Bizlar yaxshimi adash? Yaxshi adash, ondan. O'zingning ishlar qandayroq? Bilan tudingmi? Bo'ldi, men surat chiqaylar, to'yga hozir. Yaxshimi adash, ondan tudingmi? Ha? Yaxshimi. Tinchlikmi? Hozir mashina to'xtab turgan to'xtatishim. Unda bo'lsa sen mashinadan tushmay turgin. Mening sendan so'raydigan gaplarim bor. Mana men necha kunning yog'isi senga maslahat sanmaydi sana demaylarmi, bir necha varaqchini tayyor qilib qo'ydim. Bir boshdan shu o'tkeldin o't endi sen bugun. Bu sening programmangmi hisoblaysan? Hisobdalik do'yinga qo'yilgan, hozir men do'yinda san'at to'g'riliq qancha-muncha gap ketyapman emasmi adash? Shu jonxo'ga qo'yilgan bir narsa bu. Ya sen ciddileşmeysen ben seni bilmem. Undaq bo'lsa dishim, mening hamda bir necha turli gaplarim bo'lib kelyapti. Bu hamda mening emas, jamiyatda har bir odam yashagan ekan, gap so'zlar bo'ladi ekan, xato tushunishlar bo'ladi ekan, ba'zi paranglar bo'lib qoladi ekan. Hammadan qiziqdi. Shaxsan men qiziqdim-da buningga. Shunda bo'lgach, hamda men sendan shu masalalar haqida bir so'rab olay, bilib olay dedim. Hamda mandaq bir gap chiqib qoldi adash. Yaqindan beri shu kishilar seni Kerem Abbas san'atdan yiroqlab ketdi. Tijorat bo'lib ketdi, Kerem. İcadiyatlardan qo'l uzib hozir shu pul tepishga, tijoratga mengyotdi deydi. Bu rost gapmi yoki boshqalar urib topgan gapmi shu? Rost qo'yamsan. Rost. Sen bu rost bu astoydil bo'lay ya. Ben burundan hamda o'zim tijorat qiziqaman. Men tijorat qilgan chog'da harbiysizlikqa o'zim tushunmaydigan ishlar emas. Yana shu adabiyot san'at bilan munosabatli bo'lgan ishlarni qilyapman. Masalan, ayolimga bir kaping zo'shlik qildi. Anadek o'zim shu ballar shuni ortiq uyda chang deb shuniki o'ynaydigan yana shuni tayyorligini qilyapman. Degandek shu boshqa tashlan tijoratini qilib ketdi. Lekin bunda san'atni tashlab etgan yoki buniki qilmaydigan ish yo'q. Yo'q, adash san'atni men tashlab etmasam, men tashlab etmayman adash. Isil. Xo'p, buni bilib oldik. Ikkinchisi, endi mana
Sen hem de mening nazarimda bir shilipa go'shovda mundaq qilib aytgan chaqda. Endi ba'zi odamlar Kerem Abbas'ninki san'at sohasida mushu olg'a yetishini ustoz san'atkor Nurnisa Abbasga bog'lab tushunadi. Bunda qilganligi barcha yo'q emas. Ba'zi odamlar hadisi undaq bo'lgandan keyin albatta tabiiy holatda inisining qo'lini yetilab menib mushu paydinpay palanpay mushunda akildi deb o'ylaydi. Mushu masalaga bir javob berib baqsang. Mas'ulman yo'qdi. Bu munda albatta adamninki qo'g'dishi, asırşı, tarbiyalashi asosida bugungi kunga kelgan u muqarrar bu o'zgartish bo'lmaydigan qonuniyat ham bermaydi. Ammo men adamninki ba'zi bir yeşil chiroqlardan foydalanib bu o'ringa chiqmadim desam balkim do'stlarimiz yolg'on gapotidi yoki o'zini tuzab gapotidi deb bo'lishi mumkin. Bu haqda Nurnisa Adamma o'zining boshqa bir programmalarda, sayflarda bu to'g'risida tushuntirish bergan, men tushuntirish bersam, agarda men shu adamninki shu dosidan foydalangan bo'lsam, yeşil chiroqdan foydalangan bo'lsam, men birinchi, ikkinchi qarordilar yenida yetek çoqtuqchi bo'ldi. Men esingda bor desam, 3-qarorda anandagi yenda yetek çoqtuqchi bo'ldim. Birinchi, ikkinchi qaror ipak yo'li sadasam butun oqsab xizmat qildim. Ham program quribsa va adam o'zi taklif qilib, sen yenimda o'lta, sen meni tushungandan keyin, bilgandan keyin bu ishlarni deganda men sizning kuchingiz bilan bu o'rindiqda o'tirgan bo'lib qolsam, men bu o'zimninki transda yaxshi bo'lmagan ta'sir bo'lib qilish mumkin deb 3-qarorga kelganda andan keyin çoğun ustazlarınki ve adamın özünün emdi bol desem düşenden bu işlerini emdi otarganda 3-qarorda andan otardım. Bu bir misal emdi. Lekin emdi ben özümde qanchalik aqlasam bu jihat çoxam hadisi bo'lg'ach mustaq bo'ldi. To'g'ri, bu xato emas. Lekin men hargiz osonla erishib qolmadim demoqchi-da emdi. Hozir qilib bo'lgan ba'zi ko'pdir natijalarimiz bordi yoki yo'qdi. Ish qilib mishakchi bo'lgan natijalarimda men hargiz adamning yeşil chirog'idan muqarrar foydalandim desam o'zimga mezgillamay qolmay. Buni balkim bizning kasb ichidagi masalan sen bo'lgan bizning qurdoshlarimiz buni biladi. Ular bu jihatdagi ishlarni biladi. Şu albatta endi sening deganing to'g'ri. Chunki bir uyda cho'ng bo'lgan Nurnisa Adam sening adam bo'lish sifati bilan seni kichigingdan tortib yetaklab cho'ng bo'lding. Unda bo'lgandan keyin ta'sirga uchrashi, o'zaro yordam qilish nihoyatda muqarrar ish. Biroq endi sende hech qanday san'at asosi bo'lmay turib yoki sende kasbiy saviya bo'lmay turib faqat Nurnisa Abbas ustozning yetaklishida yoki palampi yeşil chiroq ostida bu kunga keldi deyish mencha xato. Rahmat atishim. Shu ishni bitta qo'ysam o'pga vallahi aytadimsiz. Men deb qo'yma. Xo'p. Unda bo'lsa 3-savol adash. Agar endi bunda deyishimdek sabab hamma odamniki o'zi favqulodda yaxshi ko'radigan ruhiy jihatdan ustoz sanab oladigan san'atkorlar bo'ladi. Qurdoshlar ichida yoki tanishlar ichida, hattoki kichiklar ichidami o'zimizga ustoz bo'lgan bolalar paydo bo'lib qoladi-da. Bu nihoyat normal ish. Endi sen mushu o'zingning qalb to'ridagi ustozlardan va shundaqlar demaklarning orasidan cho'qim bir odamni tanlaysa desa, sen qaysi ikki odamni tanlaysan? Hozir savolimga albatta bizning cho'ng ustozlar bizga mayli adabiyot san'at yo'lidan bo'lsin, axloq yo'lidan bo'lsin, sahna axloqidan bo'lsin, bizga ustoz sening so'rayotganing hozir qurdoshlarning tanishtirgan ichidan demoqchiman. Tanishtirganning ichidan birini. Ana lekin ustozlarning ichidan birini sanadisi kimni sanaysan? Ustozlardan birini sanadisa, o'z qiyin savol bo'lib qoldi chunki bizning cho'ng ustozlar bek ko'p adisham. Hammasi bizga ustoz, hammasiga biz bir narsa o'rgansakka, axloq o'rgansakka, deb kasb jihatini o'rgansakka deb turamiz. Buning ichida men ustozlarning birini desam, bu o'zim xato javob berib qo'ygan bo'laman deb o'ylayman agar to'g'ri tushensam. Ustozlarning hammasi men ustoz bo'laylaydi, ma'lum emas, bizning kasbchilarning hammasi ustoz bo'laylaydi. Endi qurdoshlarning ichidan desak, mening qurdoshlarimdan sen bilsa, mening saboqdoshlarim bor, og'inlarim bor, masalan, Abdubin Sattar, Kamil Jilalamiz biz saboqdosh o'qigan bolalar. Ular hammasi bana yeni narsani o'rgatadi. Endi cho'qim birini deb bersam, men hammasining ichidan birini tanlab beray, biz unutilib ketishga qarab nurvatdan bir nafsimiz olsa bilsa. Alisher Osman. Alisher Osman. Osman Muqamning o'g'li. To'g'ri. Shu Alisher Aqinam bilan men kasbiy jihatda mushtondan bir narsani
ügünüp hammasidan şu endi sen degan emasmi birini deb Shundoq. bergan deb misolga Shundoq. birini deb bergan şu anda men Alisher Osman deb javob bersam mencha o'zimga to'g'ri javob berdim deb o'ylayman. Buningdan biz qanoat topdik. Shaxsan men qanoat topdim. Amaliyotda tanlash yomon ters bo'lgan savolmachu. Naydi sen o'zingning jigri bo'lg'achqa naydi samimiylik bilan javob berding buningga. Xo'p, endi sen bilsan men o'zim bir qalamkash yiziqchilik qilaman. Yaqindan beri bizning yiziqchilik sepiga Kerem Abbas deydigan bir bola qo'shilib qoldi. Qo'shilib qoldi. Sizlarning asosda e'tirof qilsanglar erishadimi? Burun naqshlik sirrini ko'rgan. Mesela u yerga bağa vaqtlarında bir ishlar ta'sir qilib qolsa, bir necha kalima she'rni yezib chambarak yo'llab qo'yilgan bir qo'yin bo'pti. Endi men yaqinda ko'rsam, bolalar cho'chki yezyaptimi deydigan bir gap paydo bo'ldi. Mushuning bir tushuncha begina? Bunda qatnashim endi sen bir endi biz to'niganda muallimdan men o'qib chiqqan 14-o'rta maktabda muallim bo'lgansan. Shundoq. Şu muallimlar adabiyot o'qituvchilar sen qahramon muallim deysan, sen bilsan. Sanki metlаш akıllarımız, ustazlarımız bo'ldi. Shular bildi men ham yiziqchilikda ancha o'zimning alohidligim botdi. Ondan keyin men endi gapim uzrab ketmasin, chunki sening programmangning vaqti uzrab ketishni sen mi qalmaysan, men mi qalmayman. Bu balalar çocuk yazışta men kichikimdan balalar nazım kichikimdan mushu burundan balalar naqsh muzikasi yozadim. Tug'ilishdan burunmi? Tug'ilishdan burunmi? Bundan 10 yıl muqaddam burundan bu. Mesela Abdulakam'ınki kızı etkan Bağrıda anamның ıllık mehri bar degan naqsha. Şunun melodiyasini men tekstini Alisher Jaloliddin yozgan. Jaloliddin o'g'li anadagi men o'zim yozgan naqshlarning bir qanchasi bor endi. Buni hozir birdan bir so'zlab o'tamay. Ondan men bolalar cho'chib kezishda mening yaqinda farzandlik bo'ldim, ada yaqinda emas, tushilib qoldi balam tug'ilganimda. Shunga shu balamga qarab men bolalar balamga hikoyat bir burunning burnusida bir iyiq desam, bu darhol ben çokum iyiklarını tepit gösterip futbolu getirdim. Şu an ben hazırlık zaman hikayesi bulsun da TNT nimi için çıkıp düşüdü, aeroplan nimi için uçalaydı diyenin ki kıpısını materyal görüp tercüme kılayıp andık bunu hikayeleştirip şu ballarının hazırlık zaman hikayesini bir 8 saat sen belki tordan gördüm. Şunu çıkarıp hem de hazırca o zaman tunca balılar esirim de karayma özüm. Şuna biz balla eseri yazıp koydum. Ben de şu elbette sizlerde kalemkeşlerine itiraf erişken ki özümüzde kadırca mezgilimiz atışım. Rahmet. Hem de bu bek kalsı emgek. Neymişken desem bizde yazgıcılar var, şairler var. Lekin balalar icadiyeti yani balalar eserlerinin icadiyetini kılış bektes. Çünkü çoğunluğa khas eserlerini icat kığılı buludu. Bu bektes iş emez. Lekin balalarının dünyası çoğunluğununki mi çoğun. Çoğunluğununki mi kenarı onun üstüne ularının tefekkürde her kandak bir iş mümkünçilik dairesi işidir şu. Her kandak bir oy xiyal, her kandak bir narsa. Şuna senin bununla tevekkül kığının bek kaltısı iş aldı bilen. İkinciden hem de senin bunun keyinki aşı balalar çocuğunun yana davamlık yaxşı titimlik çıkışını ümit kılmaya adışım. Rahmet ağabeyim. Hop, hem de ben pek cık anlayan bir mişmiş paran var. Bu paran ya mişmişti ya rastı. Bunun da kişiler neyim deyişti degan çağda Kerem Abbas Mendep Oyla namlık bir nakşı bilen tunul diye. Digilik. Ben bu senin muş nakşan bilen tunugan. Mesela küçük vaktimde kaçallığı yadım yok. Örümcüde Hongfençe dediğim bir yabatıda çağırıldı ama. Emmiş de içidir kendi babama. İkimiz tunuşmayımız uçakta. Tunuşmayımız ben Hongfençe'ye bir iş bilen bir balla bilen bir demirimden Monşel'de badım. Basam bu yerde Şirali Gani nakşe ettik yine. Şu çağda. Şuna olan arlık sen kep kaldın. Oy dep kıldık sen ben dep oylar diyen nakşanı şu vakti eğitip bergen. Kerem Abbas diyen edem şu ki edem şu vakti duymagan ben seni. Hem de kişiler deydi Kerem Abbas muşu nakşı takılgandan keyin nurgun sual sorakları bop demiş. Şu nurgun pul qaytırışqa jarimani töleşke to'g'ri kelib. Bu jarimanini tüylep ta ki hazırgı keyince muşunun gipinden kutulanmayı deydigan bir gap var.
Kerem Abbas men dep oyla namlıq bir naqşı bilen tunuldu. Digilik. Menmu seni muş naqşan bilen tunugan. Mesela kiçik vaqtimda qaçanlığı yadımda yok. Örümçide Xongfençe deydigan bir yabatıda çarnıldı bama. Emmiş ne içidirken de babana. İkimiz tunuşmayımız uçakda. Tunuşmayımız. Ben Xongfençe'ye bir iş bilen, bir balla bilen, bir demirimden Monşel'de badım. Basam, bu yerde Şirali Gani naqşı ettik ya. Şu çağda. Şuna olan arlıqda sen kep kaldın. Oy dep kıldık sen muş men dep oylar degen naqşanı şu vaqtda etip bergen. Kerem Abbas degen adam şu ki adam şu vaqt tunagan ben seni. Endi kişiler deydi Kerem Abbas muşu naqşı taqılgandan keyin nurgun sual sorakları bolup demiş. Şu nurgun pul qaytırışqa, jarimani töleşke to'g'ri kelib. Bu jarimanını tüylep ta ki hazırgı keyçe muşunun gipinden kutulanmayı deydigan bir gap var. Ahir bir süpetdi dep. Bu sualыңа rahmet. Bu sual arqılı qaysi bir içbeden aldılar muş naqşını yaxşı kögen dostlarımız rahmet etme. Andan keyin bu naqşının ijadiyatçılarga Qozog'iston ijadiyatçılarga köp ijadiyatçılarga köp rahmet etme. Hem de bu naqşını nima uchun deganda bu naqşı bilan bize ismimiz çıktı deganda bular hakikaten chiroyli. Qozaq dostlarımız mı köpler aytdı bu naqshni voy bu Qozog'istonning naqshisi deb köpler bilmaydi ekan. Andan keyin bular izdirgandan keyin bu 60-yillardagi mezgilda ishlangan naqsha, bakchilarning naqsha. Shuning bilan bu naqshni endi yana shu gapni siz udul aytgan chaqda ya'ni shu o'zimizdagi ba'zi bir nachar illat tarbiya ko'rmagan odamlar buni özümün icadiyeti davaptı diyen mis paran takalgan diyen. Bunun da asli icadiyetçisininki bağlılığını bilgen kırındaşlarımız bu ubalının emez bu mındak diyen ki ya bu aşbalı minin dedi degendeki bir kriz payda oldu. Degendeki ben hem elan kılan çağdım o sözü müzikti Muqaqqali Maxatayev Төлеген Muhamedova Kazakistan deb esketişmegen de ben hem de çıkargan ıskısta. Ondan şu mini hem de mavu Korlarda müştaq bir tushuncha basingizda meni aytgandan keyin men shu chiqargan Jingming deymiz go. Jingmingni lentib kesib avatib qo'ygandan keyin endi bu ahvollar asosiyatdan nol holatga tushdi. Hozirmi men bu qozoq do'stlarim bek ko'p. Men shularni to'ylariga chaqirib qolsa, berib aytib beraman go. Hozir bo'lsani aytib bersam qozoq do'stlar o'ta ne deymiz endi? Yaxshi ko'radi hozir bo'lsani. Quvonadi qo'y menda. Qozoqcha mixti qo'y sen. Men mixti qo'y. Qozoqcha söyleyeyim qo'y. Benim Qozaq bavurlarımda Qozaq dostlarım öte ko'p. Rahmat adaş. Endi deymizmi bu naqshi haqiqatan bek chiroyli. Hattoki nurg'un odamlar seni men deb o'ylar degan naqshidan boshqa naqsh yo'qdek o'ylaydi. Ashta. Benim adaş men mushu nurg'un naqsh chiqardim, kodi naqsha, endi sen bor, dada bu chiqasam men deb o'ylaga faqatdan qilmaydi qara. Bu ameliyatda bir kuni tonga egizmedi. Shunday, sen onun men deb o'yladim boshqa menmi bek amroq naqshlarың bor. Masalan, fasillar degan naqshang menga shunda tetiydi. Uningdan boshqa endi sen bor degan naqsha bu mening eng yaxshi ko'radigan naqsham. Nimishga desang, bu naqshida endi bir yangi to'y qilgan bir yigitning o'zining ayoliga, endi o'zining yolg'iz qolmaydiganligi va özü bilen toylashgandan keyin şu qizning yolg'iz qolmaydiganligi, mushu anısı tutgan uyda, mushu güldek uyda özü bilen naydı baxtlik paravan yaşaydiganligidan iborat bek chiroyli bir ideya ifodalangan çok. Men haqiqatan bek yaxshi ko'raman bu naqshani. Rahmat ag'ina, rahmat. Yo'q, unda deyishmaymiz. Endi sen san'atning odami tekst yozsa, ijodiyat qilsa, naqshi aytsa endi mushu jarayonda nurg'un ijodiyatchilar bilan naqshchilar bilan aralashib o'tding. Ularmi seni yaxshi ko'rdi, sen ularni yaxshi ko'rsa. Biroq ba'zi chaqda odamning yoqtirmaydigan odamlar bo'lib qoladi ma'lum sohada. Unda bo'lgan chaqda sen hozir menga o'zing eng 3 naqshchidan birini, o'zing eng 3 ijodiyatchidan birini deb bilsa. Ben demez kokmay damdan siz diyelerler hem de biz oğlum bu maydan sonra hem de bunda bir tepşimey tepesem
Ben adaş şu qo'rqitmay naqd chiqardigan odam go'sh bo'ldi. Ben resmi aslında çok qo'rqitma o zavod bakanda debcho. Hem burada qilsak sandan haqiqatan tutmaz. Bu to'g'ri men Keramjon Mamadali og'ayna bilan baronishib qolgan. Adaş biz turamiz ya deb bo'lib ondan ikkimiz ay deb. Endi biz o'zimiz bak yomon deganlik emas. Bizga dars beradigan ustozlarimiz ayda birni teksi muzikasiga nayt astoydil qaragan ayda birni chiqib. Hepsi bir bo'lib ketgandek ham ayamon 3 taman. Onun üstüge aç vallahi o iş adaşman. Demekçi sen muş icadiyetçiler nakışçılarının içinde san qoğuluşup süpet qoğulaşmaydıqanlar bilen fakat hoşam yok demekçi. Hem o ötkende bir özaniki nimanda Jopiyananda bir depti kelsem işte oğuzda. Şu bek yarap ketken bana şunun oxşaş ben ortak hissiyattan sen bilen hepsi çıkargan dikilla adaşma. Demiş kelsen ağlıqçılar bizde nakışçı Kayın yoklakçılarcık degen gap bizmi tan qatardı aynılık gayetlik getirgimiz biz hem biz özümüzden yaxşı demeyimiz. Peki en yaxşı buluşuqa aldırmay 2023 kirip ben bir tane nakış çıkarıp bakmadım. Bu benim uğurlukum emez. Men muzikat bana sürekli bilse adaş. Sürekli ondan bilim. Benim muzikamni çepbergen adaş desem yak demaydı ben icadiyetini özem bunu kısak buludu. Nemişke yaxşı bir narsa çıkaraylı dep bu bizim uğurlukumuz emez. Sonra künde hepsini nakış çıkarıp algan balığı bir dep koyar adaş. Boldu kılınla deymen mi? Buldu kılınla bu bir aydı bir oldu yaxşı kılıp bir aydı bek aldırıp gitmek olmasa 3 aydı bir. Bu gipin omdan. Bu fikrini ben yaklayma. Mening hazırca tuluq tügüde emez. Hazırca senden soraydı kalırım tügüde. Rahmet Ali. Hazır senin tügüde men bir sual soray. Ben senin Jopiyanlıkta manda hep karakterlik Jopiyanlarını körüp bakmadım. Bence eğer bunu doyungu vermediden ya çakçak kılıvatsa ya esnayetli boluvatsa ben senin esnayetli olduğunu düşünme. Rahmet adaş. Şu birinci kılık programda oylama çünkü ben senin Jopiyanlarına ettiğin de kınşın kan nesenge karıdım. Karısam bu ben anlayan neslerken mandak şıpın karakterlik nesle bence bu birinci kılık. Birincisi. Nemi üçün birinci bulup maaş bu vazifeni taşlap kaldım. Birinci op seni şu işe teklif etişimnin sebebi fakat ve fakat ben birinci zopini çıkargan vaktimda şu doyungu çıkargan zopini. Doyungum çıkardım, şpinxogum çıkardım. Birinci op sen çemberek çıkarıp dikense. Obzorçularını sığınıp kaldık dep dikense. Kerem Abbas mening şu qilgan işimni yoritibdi. Bunun ko'ngliga arzibdi deb o'yladim. Şunun bilan sen endi mening ishimni birinchisi bo'lib olgandan keyin menmi sening ishingni birinchisi bo'lib olaman deb o'ylab sendan boshladim adash. Ben qanoat topdim. Qanoat topdim. Unda bo'lsa ag'inam programmaning vaqtini uzatib o'tmay, ishlaring yaxshi bo'lsin. Sen tarafdagi seninki qo'llag'uvchilaringga deydigan gapim hammamiz o'rtaq holda shu olim Brandek mushtaq obzor shaklda hammamizni yetaklayotgan yaxshi yo'llarga, yaxshi narsalarni ko'rsatib mushtaq obzorchilarimizni qo'llashimizni chin ko'nglimizdan umid qilamiz. Anadan keyin sen bu odamni qo'qqidek taqildayotsa aytganda. Qo'qqitmay adashimizni unda tuyuqsiz shipinglarni qilib bir aldın bir dep qo'ygidek keldirus deb qo'yasa endi bunda qo'qasan men sal qo'rqib qoldim. Hozir o'zim nimadir surat bor ekan. Rahmat adash, vaqtingni yeb qo'ydim. Agar gaplarim ko'nglingga yoqmagan bo'lsa, bir qaga qaqildimoqda deb bilgaysan. Men Kerem Abbas. Agar mening qo'qimizga yoqmaganmiz bir g'uljilik qo'ytadi deb o'ylar. Gap yo'q, gap yo'q. Gap yo'q. Ma'qul. Salomat bo'linglar ag'inlar, salomat bo'linglar. Yaxshi paramashdik. Rahmat adash, rahmat. Salomat bo'lgin.